Koreys tilida gapira olmaslikning eng asosiy sabablari quyidagilardan iborat. Inson hayotda tug'ilibdiki, tilni ikki xil tarzda o'rganadi, ya'ni birinchi til va ikkinchi til uslubida. Birinchi til bu ona tili hisoblanib, inson hayotda tug'ilishi bilanoq atrofdagilarni eshitish orqali tabiiy ravishda o'rganadigan til hisoblanadi. Ikkinchi til bu bizning ona tilimiz emas va bunday holatda biz birinchi tur, ya'ni chet tili sifatida o'z ona vatanimizda, o'z ona tilimiz orqali boshqa tilni o'rganishga harakat qilishimiz, masalan, O'zbekiston ichida koreys tilini o'rganish bu chet tilni o'rganish hisoblanadi. Agar siz Koreyani o'zida koreys tilini o'rganadigan bo'lsangiz, endi u sizni ikkinchi ona tilingiz hisobida o'rganish hisoblanadi. Muammo qayerda ekanligini allaqachon anglab yetdingiz, ya'ni hamma gap muhitda. Ya'ni biz koreys tilini o'rganayotgan o'rtoqlarimiz bilan birgalikda koreys tilida gapirishga harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Albatta, o'rgangan mavzularimiz, biladigan so'zlarimiz va biladigan grammatikalarimiz asosida. Yanada batafsil bu haqida ma'lumot meni Telegram kanalimda berib o'tilgan, bemalol obuna bo'lib eshitib olsangiz bo'ladi.